17 ot kuchli solarishning hamda benzinli motoblok so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizga yangi partiyada 17 ot kuchli TX motobloklarimizni yangi assortimentlari kirib keldi akalar. Hozirda bu motobloklarimiz sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlari, narx-navolari va sifatlari haqida tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Kimdan kim mana shu turdagi motobloklardan xarid qilib olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qoldirib qo'yapmiz. Bemalol bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Xo'p, hozirgi kunda do'konimizda juda ham katta aksiya ketmoqda. Ko'rib turgan motobloklardan birini xarid qilib olganingiz uchun do'konimiz tomonidan mana shu turdagi shurpayor nabor, bolgarka, drill, shunga o'xshagan 100 xildan oshiq sovrinlarning birini sizga 1 so'm pulsiz tekinga berib yuborilmoqda akalar. Faqatgina mana shu videoga bitta like bosib, kommentariyaga kirib omad yozib qoldirib qo'yishni ham unutmanglar. Do'konimizga kelib motoblok xarid qilib olganingizdan keyin do'kon ichida joylashtirilgan omadli barabarimizni aylantirasiz va tushgan sovg'alaringizni 1 so'm pulsiz tekinga olib ketishlaringiz mumkin. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, do'kon ichida joylashtirilgan barabarimizni ham tanishtirib o'tamiz. Xo'p, hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz solarishning hamda benzinlik TX motobloklarini satelitli variantlardan so'ragan akalarimiz uchun solarkali benzin yoqilg'isida yuradigan, rollari uzunroq, kaltaroq, har xil turdagi ballonlari katta, kichik statorlari hamda akkumulyatorlari baquvvat variantlardan olib kelib qo'ydi akalar. Hozirda bu motobloklarimiz sizlarga ma'lumotlarni berishdan boshlaydigan bo'lsak, birinchi navbatda eng baquvvat bo'lgan original bo'lgan solarishning variantlarini ma'lumotini berishdan boshlaymiz. Ko'rib turgan motoblogingiz satelitli solarishni bo'lgan Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan TX motobloklari bo'ladi akalar. Bu motoblogimizni yoqilib o'tirib salarka boklari 5 litrli qilib ishlangan akalar. Undan tashqari bu motoblogimizda oddiy benzinli motobloklarga nisbatan akkumulyatorlari katta akkumulyatorlardan qo'yib o'tilgan bo'ladi. Satelitli motoblogimizda boshqa motobloklardan farqlari e'tibor berishlaringiz mumkin, qo'shimcha richaglar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu degani reduktorlari katta, qo'shimcha shestrinalar bilan jihozlangan bo'ladi. Oddiy motobloklarga nisbatan reduktorlari katta reduktorlardan qo'yib o'tilgan bo'ladi. Xo'p, bu motoblogimizda misol uchun mana shu chap tomon ruchkani bosadigan bo'lsangiz, chap tomonga yengil 360 gradusga burilib bera oladi. Xohlasangiz o'ng tomon ruchkani bosadigan bo'lsangiz, o'ng tomonga yengil 360 gradusgacha burilib bera oladi akalar. Xo'p, motoblogimizda aytib o'tganimdek, rollari uzun variantidan qishloq xo'jaligi, vomga, suv nasos, karchir apparatlar, jatkalar va rotorni kasilkalar ustanobga qilganingizda ham bemalol boshqarish imkoniyatingiz bor akalar. Xo'p, oldida LED faralar bilan jihozlangan bo'ladi. Kech payt yorituvchi LED fara hamda yurgizish joylari zavodni orqali hamda stator orqali kalitda zavodet olib ishlab bera oladi akalar. Xo'p, motoblogimizning motorlari 192 solarishning motobloklarning motoridan qo'yilgan bo'ladi akalar. Undan tashqari gulishtir tomonlama ham eng katta gulishtirlardan qo'yib o'tilgan bo'ladi. Xo'p, bu solarishning motoblogimizda hozirgi paytda 2 xil, 3 xil variantlari bor akalar. Bemalol kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimdek, rollari uzunroq va kaltaroq variantlari, ballonlari katta, kichik hamda statorlarni katta kichikligiga qarab. Ko'pchilik akalarimiz biladi, solarishning motobloklar benzinlilarga qaraganda anchagina baquvvat, shuning uchun ozgina yurishda qiyin edi. Shuning uchun statorlarni ham katta variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz akalar. Xohlaganlar uchun solarishni, xohlaganlar uchun benzinli modellardan olib kelib qo'yganmiz. Benzinli modellarga bitta ahamiyat berasizlar akalar. Yoqilib o'tirib benzin boklari, bularda ham katta benzin boklaridan qo'yib o'tilgan 5 litrli, bu ham TX firmasidan bo'ladi. Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Bu motoblogimizda ham statorlari katta, kichik, har xil assortimentdan bor. Yurgizish joylari kalit orqali hamda zavodni orqali yura oladi. Motoblogimizda bemalol jatkalar va rotorni kasilkalar, suv nasos, karchir apparatlarida ishlatishlaringiz mumkin. Undan tashqari teleshkalar yordamida e'tibor bering. Mana shu turdagi teleshkalar yordamida 500 kg dan boshlab 1,5-2 tonnagacha yuklaringizni tashish uchun ham mo'ljallangan hisoblanadi. Bunda ham rollari uzunroq, kaltaroq, har xil turdagi assortimentlardan bor. Ballonlarni oddiy 512 lik, 612 lik hamda ballonlari pachimli, bespachimli hammasidan topishlaringiz mumkin. Bu motoblogimizda ham reduktorlari katta reduktorlardan qo'yib o'tilgan, qo'shimcha richaylar bilan jihozlangan, oldiga ikkita, orqaga bittadan skorost qismlari bor akalar. Xo'p, bu motoblogimizda
Hozirgi paytda bu motobloklarimiz uchun komplektlariga frezalari, dokumenti, kulishlari va garantiyalargacha qilib beryapmiz. Motobloklarimizni bizning do'konimizdan kelib xarid qilib olgan akalarimiz uchun atrofdan 200, 300, 500 minggacha arzon qilib bera olamiz. Bemalol kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimdek, sifatiga qarab turib narx-navolarni kelishamiz. Sizga qaysi variantda esa qulay bo'ladigan bo'lsa, narxini aytib o'tilgan narxlardan tushirib, kelishtirib beramiz akalar. Hozirgi paytda narx-navolarni aytib o'tadigan bo'lsa, hozirgi paytda aytib o'tganda komplektlarga freza, dokument, kulich va garantiyalarigacha bu motobloklarimiz narxlarini eng arzonlarini 8 million so'mdan boshlab 10 million 500 ming so'mgacha variantlari bor. Bemalol kelib tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Bu degani orada 8,5, 9 million va 9 million 500, 9 million 300, 10 million 300 ming, 10 million 500 ming har xil turdagi assortimentlari bor. Aytib o'tgandek, qulayliklariga qarab narx-navolari o'zgarib boraveradi. Bu degani eng sifatli bo'lgan original motobloklarni siz vibr qilib tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Undan tashqari motobloklarni aytib o'tilgan narxidan tushib beraman. Undan tashqari motobloklar olganingiz uchun shu turdagi bonus sifatida Shurpayor, Bolgarka, Drel shunga o'xshagan 100 xil noshq sovrinlardan birini ham tekin yutib olish imkoniyatini beraman. Kelib motoblok xarid qilib olasiz. Xarid qilib olganingizdan keyin do'konimiz ichiga kirib kelamiz akalar. Hozirda sizlarga tanishtirib o'tadigan omadli barabarim ichida hozir tashqarida ko'rgan Shurpayor naboringiz, Bolgarka, Drel shunga o'xshagan boshqa turdagi instrumentlar mana shu omadli baraban ichida joylashtirib qo'yilgan akalar. Kelib barabanni aylantiring va tushgan sovg'alaringizni tashqarida ko'rgan Shurpayor, Bolgarka, Drel shunga o'xshagan svarka apparat, har xil turdagi kulish naborlar hammasi mana shu baraban ichida joylashtirib qo'yilgan. Kelib omadli barabanni aylantiring va tushgan sovg'alaringizni 1 so'm pulsiz tekinga olib ketishlaringiz mumkin. Motobloklar narxidan tushib beramiz, undan tashqari bonuslarigacha qilib beramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qoldirib qo'ydim, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agroservis do'koni. Videomiz manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni ham unutmanglar. Bizning do'konimizda har xil turdagi motobloklarimiz, mini kultivatorlarimiz, bitona mishalkalarimiz, motobloklar uchun aravalar, motobloklar uchun kerak bo'ladigan agregatlarimiz eng kichigi 3 ot kuchlidan boshlab 17 ot kuchli motobloklarimiz-gacha hammasidan bizning do'konlarimizdan topishlaringiz mumkin. Xohlaganlar uchun mana shunday yig'ilgan holati, xohlaganlarga upakovka holatida qilib bera olamiz akalar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarni o'tkazib olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. Keyingi videolar bundan da qiziqarliroq bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.